Alo. Yo, neni uchun men siz eplolmaysanlar? Ishim bunday emas, bunday bo'pti. Ha, sen ham nima chaqirding? Mana shu mashinani olmoqchi edim, ko'rib bering. Egasini chaqir. Ala kelyapti. Ukam shu o'tdami? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Mashina toza. Seni ichga haydagan. O'zizdan taza tashkillaymiz aka? Qayerdan bilding? Sirazni senlar boryapsiz-ku, ko'raveramiz. Ko'rsa ko'raver o'zi. Bunisiga nima deysiz? Usta yangi ekan. Zavoddan to'g'ri mashina bozorga kelgan. Buni ham kenashga haydagan. Qurt mashina. Yangi bo'lsa, bilmasam kalotkasida pichoq qayraganmisizlar, yedirilib paqa-paqa bo'lib ketibdi-ya bu. Ha? Xohlasang boshqa variant ko'raver o'zi. Ukam, gapimga 100 chalik javob. Bundan ayt topolmaysan. Buni kenashga emas, mana o'zimni lichna kenayim haydagan. Tushunding? Voh, usta. Ha, yana kiydiryaptimi? Buni jigari ezilib ketgan ko'bildi. Kenashga nima balo? Qo'y tashiganmi? Qo'yni po'qib ketdi orqasi. Ukam, bu MMS u. Prosta aynib qopti-da, ukam. Usta, yetdimi o'sha boqqa ham farqiga bormayapti. Bu bozorda nima desa ishonavermang. Antarlib ketgan mashinani ham bunday sotaveradi bayda. Ukam, o'zingni bosib olgin, asabiylashmang. Bitta cho'tkisidan bor, kenashga haydagan. Va onasini emsin. Kenashga haydagan. Bu bozorda yerga haydagan mashina bormi? Bu mashinami 10 yildan beri tashkilga qatnaydi. Ishonmaysanmi? Yag'ay. Mana ishonmasang yag'ay bo'lsa yag'ay. Qurti bilan patari pochtasida. Yana ishonmasang, o'zi ham borib kelaveradi, sho'pirsiz bu mashina anjanga. Ishonmaysanlarmi? Yag'ay. Qarab tur. Aka, anjanga to'rk shoppa oldi, ketaveramiz endi, ha? Mashina, qaqa, topib ber. Mashina topib ber. Xavotirlanma. Ertalab pochtalar tarqatib, patrlarda odamlarni tarqatib, qo'yliqqa keladi, shedan topasan mashinangda. Bayram bo'lyapti.